Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol kishi o'zini mahramlarini oldida qanday kiyimda yursa joiz bo'ladi? Ayol kishi o'zini mahramlari, ya'ni otasi, akasi, o'g'li va shunga o'xshagan begona bo'lmagan erkaklarning oldida tahorat o'rinlarini va zohiriy bo'lgan ziynatlarini ko'rsatib yurishligi joiz bo'ladi. Ya'ni yuzini, sochini, bo'ynini, e, tizzasidan pasti bo'lgan faqat shu oyoqlarini, bilagidan, tirsagidan, qo'lidan pasti bo'lgan qo'llarini, ya'ni tahorat o'rinlarini ko'rsatib yurishligi joiz bo'ladi. Alloh taolo oyatda "Va la yudnina zinatahunna illa li bu'ulatihin" ziynatlarini faqatgina erlariga yoki otalariga yoki otalarini farzandlariga yoki farzandlariga yoki erlarini farzandlariga yoki aka-ukalariga yoki aka-ukalarini farzandlariga yoki opalarining farzandlari, opa singillarining farzandlariga yoki ayollariga ko'rsatishligi joiz dedi Alloh taolo. Ko'rsataversin dedi. Demak, mana bu zohiriy bo'lgan ziynat, ya'ni qo'llari, ba'zi taqinchoqlari, tahorat o'rinlari, yuzlari, sochlari ko'rinishligi joiz bo'ladi. Ammo avratlari mana bundan tashqari bo'lgan, bo'ynidan pastda bo'lgan, ko'kraklari, oyog'i tizzasidan tepa bo'lgan joylar, bular hammasi avrat hisoblanadi. Otalariga ham, boshqalariga ham ko'rsatmaydi. Yoki mana shu yerlarini ko'rsatib turadigan kiyimlar, tor, qisqa kiyimlar ham kiymaydi. Keng kiyimlar kiyadi, faqat tahorat o'rinlarini shu mahramlariga ko'rsatsa bo'ladi. Ammo begonalarga esa hatto bu o'rinlarini ham hech qaysi joyini, yuzini ham, qo'lini ham, hatto oyog'ini ostini ham ko'rsatishligi joiz bo'lmaydi, chunki bu begonalarga hamma ayol kishining hamma joyi avrat hisoblanadi. Subhanakallohu va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.